Jizzax shaharda mayovka yoki piknik uchun bu joydan arzonroq va bu joydan yaqinroq boshqa joy topilmasa kerak. 3000 bilan shahar markazidan mana shu 20 avtobuslariga minib shu joygacha kelib olasiz va mana bu Sangzor restoranlarining yonidan tushib qolib uzog'i 1 kilometrlar piyoda yurasiz. Piyoda yurishning ham gashti bor va mana shu tog'larning tagiga yetib borasiz. Bu joy ham tarixiy, ham tabiatan jihatdan, ham adrenalinga boy joy. Nimagaligini borganda ko'rsatib beraman. Mana aytgan joyimga ham kelib oldik. Bu yerda hozircha faqat choyxona bor ekan. Mehmonxona yo'q ekan. Xohlaganlar shu yerda ovqatlanib dam olishlari mumkin. Va mana tepadagi kachilar odam boshiga 5000 dan ekan. Puliga arziydi. Bu joy o'zining haybati bilan insonga qo'rquv va adrenalin bag'ishlaydi. Xuddi toshlar ustingizga qulagandek tuyuladi. Bu joyning o'ziga xos xususiyatlaridan yana bittasi bu to'g'ridagi toshlarga tarixiy bitiklar yozilgan. O'zim hali borib ko'rmaganman. Biladiganlar kommentariyada tarixini va kim yozdirganligini yozib ketishlari mumkin. Hozir tepasiga ham chiqib ko'rsatamiz mana shu. Tepadan qanaqa manzara ko'rinar ekan. Men ushaman. Bu joyga chiqishni yuragi baquvvatlarga tavsiya qilaman. Sababi juda baland, xavfsizlik choralari ko'rilmagan. Ehtiyot bo'lish kerak. Bu narigi tomondagi tarixiy bitiklarga yaqin borishni xohlaydiganlar uchun yo'lni ko'rsataman. Jizzax shahardan kelishda taxminan mana shu burilishga tushib qolib, daryoni kechib o'tasiz. Ko'p turgan yo'ldan, tunneldan o'tib, mana shu yo'lak bo'ylab kelasiz va sizni shu tarixiy bitiklarning yoniga olib boradi. Orda tepasiga chiqadiganlar mana shu restoran yonida darvoza bor, darvozadan o'tib yo'lak bo'ylab tepaga chiqib kelaverasiz, ehtiyot bo'lasiz. Yana ham tepaga chiqishni xohlaydiganlar uchun imkoniyat bor. Bundan ham baland joylarga, tinch joylarga chiqsangiz bo'ladi. Sizni hech kim bezovta qilmaydi. Shahardagidek popez, melisa yo'q. Foydali ma'lumotlar uchun like bosing, obuna bo'ling. Bu yerga birga keladigan yaqiningizga tashlab qo'ying shu videoni. Salomat bo'ling. Video foydali bo'lsa obuna bo'ling. Jizzaxdagi shu kabi videolarni ko'p ko'rsatamiz.